Assalomu alaykum fermer dehqon akalar, mana yana ekonomik so'zimiz chiqdi. Bu instalik nasos 1,5-2 metr joyga filtr tashlayapti. 200 talik nasos 15 kW dvigatel 460 kuba soatiga akalar. Mana bunisi 300 talik 30 kW. 37 kW 300 talik. Mana bunisini ham biz qo'yib berganmiz. Hozircha o'sha qo'ydilar. 200 talik 15 kW. Mana videolarni qo'yib berganman. Hozir mana shu fermer akamiz bitta, ikkita, uchinchi nasosni ham qo'ydirdilar. Juda zo'r ekan deyishdi, mana gapirdilar, yana qo'yib berdik. Xo'sh, bu nasos o'rnashgan joy o'zimiz Buxoro viloyat Olot tumaniga o'rnatdik. Juda ekonom nasos, mana flanslar bilan turban bo'linadigan qilib olib berdik. Oldingisi ham shunaqa edi. Mana bu yerda eski 500 talik SNP, mana bu 500 talik SNP'lar endi ishlatmayapti. Chunki elektr energiya qimmatlagani uchun rasxodlari juda katta deyishdi. O'sha uchun o'rnatmadilar. Mana biz qo'ygan 200 talik nasos. 200 talik nasos 460 kuba 15 kW dvigatel. Mana shahar o'zlari ancha tinib chiroyli ishlayapti. Xudo xolasa uzoq ishlaydi. 15 kW dvigatel. Klaplar bilan qo'yganmiz. So'rish chiqishiga 31 metr turba ketgan. Abrata klap bilan qo'yganmiz. Mana Hamzabir daryosiga qo'yganmiz. Juda suv serob, taqqa suv. So'rish chiqishiga 31 metr turba ketdi. Abrata klap bilan qo'yganmiz. Abrata klap bilan chiroyli ishlayapti. Xo'p, bir qator olayotgan to'kishlanishlarini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana ishimiz avtomat J3, JD5 qo'yilgan, rozetkalar qo'yilgan, kontaktor qo'yilgan, sovetskiy yangi kumush kontakt. Sip kabel bilan qo'yganmiz. Xo'sh, mana olayotgan amperlari 21 amper, 19-8 amper, xo'sh 21 amper. Mana bunisi qarang. 21 amper, 19 amper, 21 amper. Mana bu oxirgisi hisoblanmaydi. To'kishlanishlarimiz 232, 229, 226 to'kishlanish ishlayapti. Xo'sh, mana bu ikkinchisini ishda qo'yib ketganimiz ancha vaqt bo'lgan, chiroyli ishlayapti bu ham. Fermer akalarimiz hozir mana shundan qo'ydirib oldi. Xo'sh, buni Erkin akamiz komplet qilib beradi bizga ishni. Juda dahshat, rahmat 3 kishi ham. Xo'sh, kimga mana shunaqa ekonom nasoslar kerak bo'lsa, afisanaga nomer qoldiramiz, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. O'rnatib suvlarni chiqarib beramiz. Kafolatlari bor akalar. O'zbekiston bo'ylab 200 talik buni katta kichiklardan bor. 200 talik, 300 talik, 350 talik, 400 talik, 500 taliklargacha bor. Bu nasoslarimiz kelgan bor akalar. Kimga qanaqa turdagidan kerak bo'lsa, pastda va afisanaga nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. O'rnatib suvlarni chiqarib beramiz. Yana bir qator suv chiqqan jarayonlarni ko'rsatib o'taman videoda. Burası 300 talik 17 kW, 300 talik 15 kW, 300 talik 17 kW. Juda uzoq. Kimga mana shunaqa nasoslar xizmatlar bilan kerak bo'lsa, afisani nomer qoldiramiz, bemalol aloqa qilishlaringiz mumkin. Rahmat, hammaga sog' bo'ling.